Assalomu alaykum Asadullo Mebel kanali obunachilari. Xo'p, hozirda biz Asadulloning uyidamiz. Ishlatilgan mebellarni sizlarga poni obzor qilib beramiz. Videoni ochiq ko'rsalaring, hop, Kirgili bozoriga ham o'tamiz. U yerda ham mebellarda assortiment juda ham ko'p. Bu yerda ham qaranglar, vashi noyob mebellarni olib chiqib terib qo'yibdi Asadullo. Mana shu Asadullo mehnat evtidan like bosib qo'yinglar. Xo'p, gorka kamotlari hammasini span garnitur komplektlari bor ekan. Xo'p, 3 ta span garnitur bor. Videoni ochiq ko'rsalaring, bozorga ham o'tamiz. U yerda ham bu yerda tugatib bozorga o'tamiz. U yerda ham mebellar assortiment nihoyatda ko'p. Asadullo aka, mana span garniturdan boshlang. Oppog'idan qalbi oq naqaylay obunachilarimizga aka. Xo'p, MDFdan ishlangan razmeri keladigan kravatini 170 ga 220 bo'ladi. Bo'ylari ham uzungina, ikkita katta tumbasi bor. Tremosi ham chiroyli holatda. Bu xolasi ayb nuqsoni yo'q. Chiroyli holatda dastavka uстановка qilib beramiz obunachilarimizga. Uylarni ichiga olib kirib o'rnatib beramiz. Keyin shifanerlari ham enlar nihoyat enlikdan bo'ladi. Chuqurligi 60 sm, hali yonbachasi kiyimim bu pomada bu polad deyilmaydi. Mishizkaga tegib qolmaydi. Shilkasi nihoyatda enli. Bu taraf ham xuddi shunaqa polkali ekan. Bu bir-biriga qatiriladi, ana orasini ochiq turibdi, qatirganim yo'q hali. Xudo xolasa obunachilarimiz uylariga chiroyli qilib bugun joylab bersa, qatira o'rnatib kelinadi. Razmeriga kelamiz. 2,5 metrga 2,5 metr bo'yi bo'ladi. Bu span garniturimizning narxini obunachilarimizga 5,3 mingga vodiy bo'lib dastavkasini ustanovkasi ichida qilib beramiz. Xuddi shuni mana kamoto bilan mana bularning ichi polka bo'ladi, hali oynaligidan bas. E'tibor qilib berishadi shunisiga. Xo'p, 3,5 metr joyda egallaydi shu turishi. Tremolar ham kattagina chiroyli holatda. Xo'p, buni narxini obunachilarimizga 2,3 ming so'm vodiy bo'lib dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi ekan. Xo'p, keyin Toshkentda ishlab chiqarilgan go'rkamiz ekan. Qarang, to'g'ri kelib qolgan. Bu ham span garnitur go'rkalari bilan, bu ham span garnitur go'rkalari bilan. Uni Toshkentda ishlab chiqarilgan, bu ham span garnitur go'rkasi bilan. Hammasi go'rkasi. Hammasi go'rkasi bilan qo'shib olsa bo'ldi. Xo'p, mana oynalariga e'tibor qilishadi. Qalin oynalar qo'yilgan. Pastida ikkita tortmasi bor. Keyin bez rameshning juda chiroyli turadi. Uyda ham faqat chang artganimiz yo'q. Artsa ham yana chang bo'lib qolyapti. O'shuning uchun hozir erta kunda kelib qolganingizga artishga ulgurmay qoldim mashina. Xo'p, razmeri 220 ga 240 bo'ladi bo'yi. Bu 100% olib kirib o'rnatib beriladi. Narxi 1,8 ming so'm. 1,800. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Keyingisi o'zimiz Andijonda ishlab chiqarilgan span garniturimiz. Spanelari ham MDFdan. Xo'p, razmeriga kelamiz. 1,60 ga 2,10 bo'ladi. Matrasning razmeri, har bittasini matrasning razmerini aytyapman. Karkasi unga qaraganda 10 sm kattaroq bo'ladi. Ikkita tumbasi bor. Tremolari 1,70 ga 2,10 bo'ladi. Buni ichlari, tortmalarning ichlari aka. Kalitlari bor. Hozir sefini kalitini ko'rsatamiz. Bu sef kaliti. Mana shkafda mana seflarigacha bor. Bu taraflari shilkali bo'ladi. Bu tarafi ham shilkali. Razmeri keladigan bo'lsa 240 ga 240 bo'ladi bo'yi ham. Obunachilarimizning narxini, span garniturning narxini 4,4 ming so'm vodiy bo'lib dastavkasi, ustanovkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Dastavka ustanovkasi ham ichida. Vodiy bo'lib aloqaga chiqishaveradi. Xo'p, mana go'rkamiz bor. Xuddi shuni go'rkasi bitta komplekt qilib olishsa ham juda chiroyli narsa. Bu ham shifaneri ham 3 ga bo'linadi. Holatlar chiroyli turibdi. Keyin hali e'tibor qilishadi, bunda ham ayni libas polkasi. Orqasi ko'zgu ayni, lekin polkasi bemalol yuk qo'yishaveradi. Xo'p, 240 ga 240 bo'ladi ham buni razmeri. Narxi obunachilarimizga ekan. Xo'p, 2,3 ming so'm vodiy bo'lib dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Dastavkasi ichida. Xo'p, mana qaysi mebelni olishsa bonus so'ragan obunachilarimizga bonusini ham qilib beramiz. Qirg'oqlari alyuminiy kromka, ichlari, oldilari akril bo'ladi. Xo'p,
Magazini bor obunachilarimizga, magazin, kassa, xo'p, hali kiyim-kechak, narsa sotamiz deyishganlarga. Xo'p, buni razmeri aka 180 ga, 182 ga, 112 bo'ladi. Ichlari uni bitta eshiklari ham bor. Ammo juda og'ir, juda vazmin narsa. Katta aka. Pulni oldilari laminatda mana u DPBasda. Pulni laminat bemalol yuk ko'taraveradi. Buni narxi obunachilarimizga 700 mingga beramiz. FX kromkada tiniq holat turibdi. Xo'p. Bu polkasini qo'yib bermabdi mana. Xo'p, polkalar joyida, tevasi ham narsa tezsa bo'laveradi, vakuumdan o'sha FX kromkada razmeri 90 sm ga 210 bo'ladi. Buni narxi xo'p, 350 mingga beramiz obunachilarga. 350 ming. Hali magazinlarda o'rtasida bilsangiz aka, ag'dan ham bag'dan ham narsa teraydi xonli. Oziq-ovqat magaziniga kirsangiz ham narsa qo'yadigan bo'ladi-ku. Xuddi o'shunaqasi bor, 2 metrli. Mashina pirlapkasi, komplektni ichida edi. Boramiz, kelish bo'lsa agar. Xo'p, unisini ham chiroyli rasmini qilib beraman. Xo'p, keyingi spangan turimiz razmeri 2,5 metrga 2,5 metr bo'ladi. Bo'yi 240 bo'ladi, adashmasam bo'yi. O'rtasi shelkali, ichlari 60 sm chuqurlikda bo'ladi. Tevada polkalari ham ancha-muncha narsa joyib ketadi. Bu Toshkentda ishlab chiqarilgan. Ikkita chekkasi polkali, men aytdik, kalta ust boshlarga shelkasi ham bor. Mana buni ichiga solib qo'yganman, qo'yishga ulgurmay qoldim. Bemalol. Bu MDF dan ishlangan bo'ladi. Tiniq holatda, tiniq holatda deyman. Mayda-chuyda petnolari bor aka. Petnolari bor bu. Bunda mayda-chuyda ko'proq Tremozda ekan aka. Tremozda mayda-chuyda bari kiradi, hamma narsasida bor. Hali videoga aniq qilib olib qo'ying. Biz yana obunachilarimiz yolg'onchi deyishmasin. Xo'p, aka, spannisning razmeri endi 180 bo'ladi, bo'yi 210 bo'ladi. Eng katta kravatlardan bittasi, bu ham MDF dan ishlangan. Taylarigacha MDF bo'ladi buniki. Bu Toshkentda ishlab chiqarilgan aka, o'zimiz ishladamiz. Shifonini ham kattaligini ko'raverasiz aka. Buni narxi, komplektimizning narxini obunachilarimizga 3,9 mingga beramiz. 3,9 ming komplekt. Vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi ham ichida bo'ladi buning. Dastavka ustanovkasi ham ichida mana. Olib kelib o'rnatib beriladi, xudo xohlasa, hamma komplektini chiroyli holatda olib borib beriladi. Hop, bozorga chiqaylik, bozorda ham yangiliklarimiz seroq, xudo xohlasa. Obunachilar, mana ikkinchi joyimizga ham kelib oldi. Yana bitta joyimiz bor, oxirigacha kuzatib turasizlar. Spangan turdoning operator chiroyli qilib, yaqinlashtirib obunachilarimiz hamma yo'g'ini ko'rsin. Chiqadida xudo xohlasa defekt, ayb nuqsoni yo'q. Matrasi yangi. Maza qilib ishlatasizlar. Razmeriga kelgan bo'lsa 170 ga 210 razmerda. MDF dan bosh taraflariga ham yaqinlashtiring. Juda chiroyli holatda turibdi. Kraskasini o'ta ajoyib maloshni boshqachasidan sepgan ekan. Xo'p. Holatlari juda idealniy holatda, chiqadida ayb nuqson topolmaysizlar. Mana. Bitta pufigi ham bor. Tortmalar ichlarigacha qarang. Juda chiroyli holatda turibdi. Xo'p, bu tremolari 170 ga 2 metr bo'ladi bo'yi. Shkaflari. Shkaf 3 ga bo'linadi. Eni adashmayotgan bo'lsam 260 bo'ladi. 2,5 metr ham. 2,5 metr deylik. 2,5 metr, bo'yi 240 bo'ladi. Hali hamma yoqtirgan narsa. O'rtasi polkali, ikkita chekkasi vishelkali. Holatlar juda chiroyli holatda. Ichlari ham kengina. Xo'p, spanigan turimiz go'rkasi ham bor. Mabodo qiziqqan obunachilarimizga go'rkasi mana yaqinlashtirib oldim o'ping. Xo'p, go'rkasi. Xolasalarning go'rkasi bilan sotamiz, xolasalarning o'zini. Spanigan turdi o'zini. Spanigan turdi ko'rsating. Spanigan turdi o'zini obunachilarimizga 5,5 millionga vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bilan qilib beramiz. Vodiy bo'ylab aloqaga chiqishaveradi bemalol. Xo'p, go'rkamizni mana e'tibor qilasizlar, 3 ga bo'linadi. 80-69 fasonda, spanigan turamiz 80-69 fason. Aynaklar, ichlari birlik qana aynaklar.
O'ta go'zal narsa. Hech qanday ayb nuqsoni yo'q. Yangi deb mabodo bitta komplet qilib uylarga qo'yib qo'ysa bo'laveradi. Buni narxini obunachilarimizga 2.800.000 vodiy bo'lib dastavkasi bilan qilib beramiz. Xo'p, divan kreslo komplekt divan kresloyimizni holatlari xudo xolasi yangi materiallar qoplangan. Hozir paniya qilib ko'rsataman e'tiborlaring uchun. Mana uni kreslolarini men jurnalniki bilan olaman degan xo'p bo'ladi. Jurnalniki bilan olaman degan obunachilarimiz endi qilib komplekt qilib ishlatsa juda ma'qul bo'ladi. Mana qarang. Jurnalnikni chetga olib qo'yamiz. Mana kechqurun tushadiganmiz mehmonlarga. Nima qilinadi? Taylari yog'och bo'ladi. Bu Chexski deyiladi. Chexoslovakiyadan kelgan Rossiya SSR mahalda bizga import bo'lib kelgan divan kreslolar. Komplekti. Bunisi ham xuddi shunaqa Ispaniya bo'ladi. Mashq holatda 1.90 ga endi 80 santimetrlik divan kreslo bo'ladi. Xo'p, stollari bilan obunachilarimizga 2.400.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib beramiz. Stoli 100.000 so'm. Kimga qiziq bo'lsa, stoli 100.000 so'm, qolgan narsalari 2.300.000 so'm отдельно olaman desa, vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Xo'p, burchak komodlarimizga ko'rsating. Mana shu ham o'ta zo'r narsa. Hali eng modadagi narsa-yu. Obunachilarimiz egasi chiqmayapti shekilli. Xo'p, oynalari joyida. Eni 70 sm bo'ladi, bo'yi 220 bo'ladi. Ikkalasi ham chiqadi deb xudo xolasa ayb nuqsoni yo'q, singan, o'pirilgan nuqsonlari yo'q. Buni narxi obunachilarimizga 1.600.000 so'm. Vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Arziydi, men kommentariyga yozib ketinglar obunachilar. Xo'p, ko'xinligimiz. Ko'xinligimiz akrildan, oldi eshiklari akril bo'ladi, ichlari laminat bo'ladi. Razmeri kelgan bo'lsa 240 joyga tushadi. Bo'yi 210 bo'ladi. 2 metr bo'ladi adashmasam. Bo'yi. Har bitta eshik tevaga ochiladi. Hamma yo'q, xudo xolasa joy-joyida hech qanday ayb nuqsonlari yo'q. Tortmalarigacha. Bular ham pastga ochiladi. Bular yonga ochiladi. Xudo xolasa hech qanday suv tegan, ishgan, netgan joylari yo'q, ayb nuqsoni yo'q. Oyoqlari ham hali rezbalidan katta kichik bo'ladi. Joylarga moslab qo'yib olsalar ham bo'laveradi. Buni narxi obunachilarimizga 2.200.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Xo'p, sondiqjonimiz sotilib ketdi. Spanik agenturamizning narxini aytib o'tdik. 5 million, 5,5 million deb narx belgiladik. Xudo xolasa, chiroyli qilib vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka xizmatlarini ham qilib beramiz. 3-joyga ham o'tinglar, hatto ham yangiliklarimiz sero. Obunachilar 3-joyimizga ham yetib kelib oldik. E'tibor qilishlaring. Detskidan boshlaylik, xo'p mana. Detskiyni matrasi ortopedический. Maza qilishda dedi, mana bexijolat. Men o'zim 80 kiloman. E'tibor qilishlaring uchun mana 80 kiloda shunday bitta matras o'zini yukida bemalol ko'tarib turaveradi. Razmeri eni adashmasam 70 sm, bo'yi 180 sm bo'ladi. Buni shkafi ham bor. Mana. Shkafi ishlatilgan, mayda juda shilingan netgan joylari bor. Hali yangi bas. Ikkalasining narxi obunachilarimizga 600.000 so'm. Kravatchasi, shifonyachasining narxi 600.000 so'm. Xo'p, mayda komodimiz bor. Gazladi oldiga o'ta zo'r narsa. Rossiyskiy bo'ladi, oyoqlarini yangi qo'yib qo'yilgan. Ichida polkasi bor bitta. Razmeri eni 90 sm, bo'yi 1 metr. 90 bo'lsa kerak bo'yi ham. Buni narxi obunachilarimizga 250 mingga beramiz. Sondig'imiz bor. Sondig'imiz 200 ming so'mga beramiz. Tiniq holatda turibdi, ichkarasida defekt nuqsoni, ayb nuqsonlari yo'q. Stullarimiz bor. 75 ming so'mdan beramiz. Jupini 150 ming so'mdan beramiz. Xo'p. Burchak komodimiz bor. Gorka komod deydi. Buni oynalarini hozir qo'yib qo'yamiz, polkalarini.
Bu e'tibor qilasizlar, eshiklargacha avanniya qilingan, o'ta zo'r narsa. Ammo mayda-chuyda bunaqa shilingan, olib keling yaqinlashtiring. Mayda-chuyda shilingan joylari bor. Yangi bas. Buni ham chiroyli qilib ranglarni berib yo'qotib beramiz, xudo xolasa. Bunisi ham mana e'tibor qilasiz. Bu Toshkentda ishlab chiqarilgan bo'ladi. Avanniya oynalari, ichlariga ham bemalol narsa joylasalar ham bo'laveradi. Bitta pastda tortmasi ham bor. Bu komplektimizning narxini obunachilarga 2.200.000 so'm vodiy bo'ylab dastavka xizmati bilan qilib beramiz. Bemalol pastga nomerlarga telefon qilaverasizlar. Germaniyada ishlab chiqarilgan ko'rkamimizni qaranglar. Bu men e'tibor qilasizlar, oshxona-moshxonalariga o'ta go'zal narsa. O'sha mahalda mana oynalarni ham hayda o'sha mahalda ham bo'lgan ekan, qaranglar. Juda chiroyli holatda ishlangan. Har bittasining tortmalari bor, ichiga narsalar joylasan ham bo'ladi. Qancha narsa yutib yuboradi bu narsa, o'yinchilarni qaranglar. Ishlari ham tiniq holatda turibdi. Germaniyada ishlab chiqarilgan bu. Holatlari zo'r turibdi. Xo'p, buni faqat mayda bittasini treshina tushib qolgan. U ham mana bemalol ishlayveradi-yu. Faqat chiziq tushib qolgan xolos. Mana hech qayerda xudo xolos boshqa joyda aybi yo'q. Zo'r holatda turibdi, xudo xolasa. Buni razmeri примерно 3 metr 320 joyga tushaveradi. 330 joyga tushsa kerak, adashmasam. Bo'yi 2 metr. Buni narxi obunachilarimizga 1.800.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. Bo'lay bemalol uylarga tushaveradi. Keyin stol ustulimiz bor. Temir 10 talik stol ustul. Mana e'tibor qilasizlar. Baquvvat, juda chiroyli holatda turibdi. Xudo xolasa hech qayerda ayb nuqsoni yo'q. Stollari ham mana o'ta baquvvat. Bemalol narsalarni qo'yaverasizlar. Keyin qirvolari alyuminiy, mana qaranglar. Qirvolardan suv kirmaydi. 10 ta stuli, bitta stoli obunachilarimizga buni narxi 1.400.000 so'm vodiy bo'ylab dastavkasi mutlaqo bepul bo'ladi. E'tibor qilinglar, yog'ochlikdan ham qancha arzon bo'lib ketyapti. Ulgurib qo'yinglar. Bunaqa arzon mebellar hadeb ham bo'lavermaydi. Bugun xudo xolasa aksiyani bombasi bo'ldi. Xo'p, shkafimiz bor. Shkafimiz bu vishelkali variantda. Bemalol ichi 60 sm bo'ladi, beri taraf 90 sm bo'ladi. Buni narxi obunachilarimizga 300.000 so'm. Xo'p, keyingisi Germaniyaning shfaneri. Mayda polkalari ham bor, polkalarni ham qo'yib qo'yamiz. Qator polkalar joyida, ikkitadan vishelkasi, detskiy qilib ishlatsa ham bo'laveradi. Mabodo uzun qilib ishlatmoqchi bo'lsa, uni olib qo'ysa, ana uzun stoshlarga vishelkasi bo'lib qolaveradi. Xo'p. Pastida ham narsa qo'ydi, mana polkalar, mayda ekan. Polkalarni qo'yib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, buni narxi obunachilarimizga 350 mingga beramiz. Xo'p, xudo xolasa hamma yo'g'imizni obzor qilib bo'ldi degan umiddamiz. Obunachilar bittadan like bosib, tanish bilishlar jo'natib bersalar, shunaqa arzon mebellar yo'qotib qo'ymaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.